Assalomu alaykum. Anglayotganinglar Turma xotirlari mahbus ruhlar. Abduri Abduvali Ayub. Qamoqdan yo'qolgan nahal ovozi. Ko'ktog'da bir qozoq gundupayning gapi ko'p bo'ladi. Birmu qozoq mahbus bo'lmagan yerdagi qozoq boshliq va gundupaylar ajoyib qizg'in parang temisi edi. Urumchidagi o'xshamagan qamoqxonalarda yetish jarayonida qozoq mahbusni oz uchratdim. Faqat ikkala qozoq bilan yetibdiman. Ikkisila aroq ichib mashina haydash sababli tutilgan edi. Qamoqxonaning muavin boshlig'imi qozoq kishi edi. Bu ahvol kamerimizga ko'rlidan tutib kelingan, o'zini har yerda hukmron bo'lishi kerakdek o'ylaydigan parxo'r Xitoy mahbusning nazarida qabul qilg'usizdek tuyulib, kamerda pat-pat g'ulg'ula qilinib turadi. Nahalliq batinka kiyib yuradigan gundupay qozoq yigit mahbuslarga siyliq muomala qiladi. U Uyg'ur mahbuslarga amal bar Uyg'urcha so'zlaydi va Uyg'urchani kitob o'qigandek o'lchamlik so'zlashga tirishadi. Qamoqxona koridorida ritmliq taq 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 qilgan ovoz Xitoy mahbuslarining qozoqlar haqidagi tugumas masxaralariga pilti bo'ladi. Qozoqlarni maynat deganlarmi, ahmaq, qo'pol, yavoyi deganlarmi bo'ladi. Bir qozoqning nahalliq batinka kiyib yurishi o'zini oliy ma'lumotliq deb qaraydigan parxo'r Xitoy mahbuslarining nazarida qozoqlarning zamonga mos kiyinishni bilmaydigan qaloqligiga dalil qilinadi. Men bu o'qigan Xitoylarning qozoqlar haqidagi asossiz paranglariga, nodonlarcha qilayotgan so'z cho'chaklarga qarab, Xitoy ma'rifining o'z zaminida yashayotgan boshqa millatlar haqida o'rgatganlarining naqadar tezligini, bundaq ma'lumotsizliklarning millatlar aro tushunish va aloqaga naqadar passiv ta'sir ko'rsatayotganligini faraz qilatdim. Nahalliq batinka kiyvoldigan qozoq gundupay kunduzlari koridordan har o'tganda bir qitim mazoq qilinadi. Kamerdagi Xitoy mahbuslar qozoq gundupayning nahalliq ayg'ini ba'zida otning, ba'zida eshakning taqsiga o'xshatib masxara qiladi. Kechalari nahalliq batinka ovozi texmu jarangliq anglanadigan bo'lg'achqa, kona mahbuslar o'yg'inib ketadi. Ularning uyqusi aslidilla sagak bo'lib, hatto biri turubidan suv ichsimi, o'ndirib o'yg'inib, bir vaqtlargacha uxlayolmaydi. Shunga ular bundaq chaqda qozoq gundupayni jahonda bor sat gaplarning hammasida tillab, g'utuldab ketishadi. Men jimjit kechida navbatchilikda turganimda nahalliq batinkidan ritmliq anglanadigan shu ovozni yaxshi ko'ratdim. Ba'zi kechalari u ovoz anglanmay qolsa, heli bir ish yuz berib qoladigandek, heli aramizdan biri xatolashib, hammaylarni jazoga giribdor qiladigandek tashvishlanib ketatdim. Shu taraqlagan ovozga quloq solib, tekshiruvchilarning yiqilib qolganidan xabardor bo'latdim va beshini purkab, yuzini to'sib yotganlar, qo'lini teshiga chiqarmay uxlab qolganlarni turtib, askartib qo'yatdim. Qizil jiletkisini kiymay uxlab qolgan siyosiy tutqunlarning ustiga jiletkisini yepib, kiygandek ko'rinish yasab qo'yatdim. Mugdab qolgan navbatchilarni ogohlantiratdim. Ba'zi oqshomlari taraq-taraq qilgan ovoz meni bolalik davrimga, mahallamga ilib ketadi. U chog'larda o'tuk, batinka, bajingir va egiz pashnilik to'playlarga to'mirdan nahal qo'yiladi. Hamma oyoqdan ashundoq ovoz chiqadi. Boshlang'ich va o'rta maktab hayotimda shu taraqlashlarga qarab, yo'qlama qilib yoki intizom tekshirib kelgan muallimlarning er yoki ayol, qari yoki yoshligini ayirib ola olmaydik. Ba'zida koridorda vazmin ilinayotgan qadamlardan kelayotgan taraq qilgan shu ovozni anglab, rahmatlik dadam esimga keladi. Dadam rahmatlikmi g'uljining g'ichildaydigan batinkisiga nahal qaqtirib kiyishni yoqtiradi. U ishdan yoki safardan qaytib, uyimiz bar ko'chining beshiga kelib bo'lg'icha taraqlagan ovoz uyga anglanib bo'ladi-da, men o'qiyotgan romanimni tiqishtirib, darslik kitobimni ilib, topshiriq ishlagan bo'lib o'ltirib olatdim. Qamoqqa kirishdan burun Xitoylarning Uyg'ur, Qozoq va boshqa mustamlika millatlar haqidagi ma'lumotining bu qadar tez, saxta
va yetarsiz ekanligidan bexabar ekanman. Qamoqda Uyg'urlarni yeniga pichoq esib kabobchilik qiladigan yavoyi, qozoqlarni yayloqda yurib bir umr yuyunmaydigan maynat deb qaraydigan Xitoylar bilan to'la takallashib yurib, Xitoylar bilan bo'libmi, o'qigan Xitoylar bilan Uyg'urlar orasida hangning naqadar cho'nqurligini his qildim. Qarasam Xitoy va Tungan mahbuslar Uyg'ur va qozoqlar haqida Xitoy hokimiyati yozdirgan maktablarda o'qigan tarixga ishonadigan. Xitoylarning tarixdan buyanqi yetakchi roliga hamma sohada yerlik millatlarga o'rgatganligiga ishonadigan. Uyg'urlarning buniga ishonmaydiganligi aniq. Xitoy mahbuslarining o'qiganlarimi hatto Uyg'urlarning ayrim tili, madaniyati, urf-odati bor bir millat ekanligini bilmaydigan. Ular Uyg'urlarni faqat o'zlari tushunmaydigan bir dialektda so'zlaydigan musulmon, kavobchi bir millat deb qaraydigan. Beshini yo'gaydigan kiyim, halol tomoq va uzun pichoq Uyg'urlarning, ya'ni ularning nazaridagi Şinjanlıqlarning obrazi ekan. Meni hayron qoldirgani, ularning kallasiga islom desa terrorchilar va Uyg'urlar keladigan. Ular dunyodagi barliq musulmonlarni bir millat, Uyg'urlarni bo'lsa, ularning ichidagi bir tarmoq deb qaraydigan. Shundoq bir Xitoyga Uyg'urlarning madaniyati va mahrumliklarini tushundirib, qoyil qilgan edim. Ikkimizning paringi uning Uyg'urlar Suriyaliklar bilan bir millat emasmi degan savolidan boshlanib, Uyg'urlarning Xitoydagi terrorlikqa qarshi kurashning qurboni bo'lib ketganligiga qadar so'zilgan edi. U oxirida qamoqdan bo'shagandan keyin mening bu haqda bir kitob yozishimga mablag' soladigan bo'lgan edi. Bir kuni Urumchi shaharlik turma boshqarish idorasidan tekshirishga keladiganligi uqtirildi. Kamerlarga kirib tekshirish boshlanganda hammamiz havolanmada onadan tug'ma holatda tizilib turdik. Kamerdagi hamma narsa qaytadan chuvilib, yotgan ko'rpalarning tikishlarigacha qadar tekshirildi bo'lg'ay, oqtirish vaqti bakla uzrab ketdi. Kuzning ochiq shamilida titrab, tishlarimiz kasildab ketdi. Ko'ktoqqa kelgandan tartib, toki mushu kungacha hech kim havolang'ili chiqib boqmagan edi. Shu kuni havolanmada onadan tug'ma holatda uzoq turib ketdik. Havolanmaning ichi yo'tallar bilan jaranglab ketdi. Boshlarimizni changallab, tomga qarab turgan holatimizda xizmat tekshirishga kelganlar havolanmaga kirdi. O'gitilgan bo'yicha, rahbarlar, yaxshimisizlar? Tekshirishni qarshi olamiz deb Xitoycha varqirdik. Ammo rahbarlarning so'rag'anlariga hammamiz jaloqlab titrab turg'achqa to'liq bir jumla bilan javob bergan birmu odam chiqmadi. Tekshiruvchilarning insobi keldimi yoki sovuqda jaqildab titrab turgan buncha ko'p yalang'ochni ko'rib zerikdimi, kiyim kiyishga ijozat berdi. Hammamiz kamerga qaytib, taxta karavatga chiqadiganlar va tagahda o'ltirdiganlar o'rnimizda tayyor bo'ldik. Qo'llarimizni tizimizga qo'yib, qetib o'ltirgandan keyin qandoq talablarimiz borligi so'raldi. Shu an oramizdagi muddatsiz kesilgan bir zahar atkaschisi "Doklad rahbar" deb varqirab, nahalliq oyoq kiygan qozoq Gundupaydan shikoyat qilishga boshladi. U taraqlagan ovozdan kamerdagi mahbuslarning kechasi uxlayolmaganligi, qizil jildga kiyib yetishi kerak bo'lgan Uyg'ur siyosiy mahbuslarning kechasi oyoqning ovoziga asosan nazoratchining keldiganligini bilib olib, jildga kiymayotganligi, kunduzlari siyosiy mahbuslarning nahal ovozidan oldin bilib olib, kiyim-kechaklarni tuzlab, put-qo'llarini ruslab, jazodan saqlanib qilayotganligi, qozoq Gundupayning millatchilik qilib Uyg'ur mahbuslarga kitob akirib berayotganligi, Uyg'urcha gap qilayotganligi haqida qaqshab ketdi. Kitob akirib berdi deganni anglab, yurkim qart qilib qoldi. U kitoblarni menga akirib bergan edi. Men kunlarning birida kamerdagi norozilikning teshiga tepib chiqadiganligini faraz qilatdim. Mushundaq bir shikoyatning chiqishidan nahalliq oyoq kiyib yuradigan bu qozoq yigitning bir kunlarda yuqorqidek tuhmatga duch kelib, balog'a qilishidan doim andisha qilatdim. Kamerdagi siyosiy mahbuslar
kechalari 100% nilondan tikilgan qizil jiletkini kiyib yetishga majbur edi. Jiletka badanni qizitib uxlatmaydi. Agar kechida jiletka kiyimganligi bayqalsa, yenik bo'lganda bir kecha uxlatmaslik, ig'ir bo'lganda putidagi kishanga qo'lidagi ishkalni chetib qo'yish, o'ri turg'ili bo'lmaydigan qorong'u ayrim kameraga band qilish qatorliq jazolarga mahkum bo'ladi. Kunduzlari siyosiy mahbuslar putiga kishansilanib, seminut yerda o'ltirg'izib qo'yiladi. Koridorda tekshiruvchilar bo'lmaganda ancha muncha putlarni uvlab, o'shiqlarni siylab, jonni aram topqizishga bo'ladi. Qozoq gundupay kiyib yuradigan nahalliq oyog'ining ovozi mahbuslarni koridorda nazoratchi bor yoki yo'qligidan ogohlantirib turadi. Shu kundan keyin siyosiy mahbuslarga nazorat kuchaydi. Qizil jiletga kecha-yu kunduz ularning ustidan tushmaydigan bo'ldi. Nahalliq oyog'ining ovozimi shundan keyin anglanmadi.